Leonardo da Vincining Mona Lisa asari butun dunyoda juda ham mashhur va buni qarangki, shimolning ham o'z Mona Lisasi bor ekan. Gap shundaki, gollandiyalik buyuk rassom Jan Vermeerning Marvarid zirakli qiz asari shimolning Mona Lisasi deb ham yuritiladi. Darhaqiqat bu asar nozik did bilan ishlanganligi, shuningdek qizning sirli nigohi, so'zsiz jilmayishi orqali butun dunyodagi tomoshabinlarni hayratiga hali hanuzgacha sabab bo'lmoqda. Muxbirimiz Dildora Do'smurodova ayni mana shu asar haqida lavha tayyorlagan. Tomosha qilamiz. Jan Vermeer 43 yillik qisqa umriga qaramay u san'at olamiga bebaho meros qoldirgan. Uning eng mashhur hamda sirli asarlaridan biri bu Marvarid zirakli qiz kartinasidir. Kartinani san'atshunoslar turlicha talqin qiladi. Qiz orqaga qarayaptimi yoki oldinga? Bu boradagi bahslar hanuzgacha davom etmoqda. Asar g'arb san'atida shimolning Mona Lisasi deb ham ataladi. Bu Gollandiya realizmi va ideallashtirish uslubining yorqin namunasi. Marvarid zirakli qiz Vermeer ijodining cho'qqisi bo'lib, nafislik, sokinlik va kuchli ichki tuyg'ularni ifoda etadi. Kartinada rassom yorug'lik va soyaning nozik o'yinidan foydalangan. Qizning termulgan nigohi va yarim ochilgan lablari go'yoki nimanidir aytmoqchi bo'lganday taassurot qoldiradi. Bu portret avvalgi diniy mazmundagi kartina an'analaridan chekinib, insoniy his-tuyg'ularni markazga olib chiqadi. Vermeerning bu asari boshqa suratlardan farqli tarzda uchta asosiy diqqat nuqtasiga ega: ko'zlar, lablar va marvarid sirg'a. Ko'pgina asarlarda e'tibor bitta markazda jamlanadi, ammo bu suratda tomoshabinning nigohi doimiy harakatda bo'ladi. Kartina Gagadagi Mauritius muzeyida saqlanib kelinmoqda. O'tgan yil muzeyda shu kartina bilan ilmiy tajribalar o'tkazildi. Olimlar tomoshabinlarning miya faoliyatini MRT texnologiyalari yordamida kuzatgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inson nigohi suratni tomosha qilarkan avval qizning ko'zlariga, keyin lablariga, so'ng marvarid zirakka va yana ko'zlariga qayta tikilar ekan. Bu barqaror e'tibor aylanishi deb atalgan hodisa miya faoliyatida ayniqsa ong va identifikatsiyaga javobgar bo'lgan hududni faollashtiradi. Boshqa suratlar bilan solishtirganda bu asar tomoshabinni ancha uzoq ushlab turadi. Boshidagi salla sharqona savdogar ayollar kiyimiga o'xshaydi. Sirg'asi esa surat nomini belgilab bergan muhim detaldir. Tadqiqotchilar sirg'a haqiqiy marvarid emas, balki bo'yalgan shisha yoki bo'yoq dog'i bo'lishi mumkin deya taxmin qilishadi. Ammo bu detaldan kelayotgan porlash tomoshabinga haqiqiy marvariddek tuyuladi. Bu esa Vermeerning rang va yorug'likni boshqarishdagi tengsiz mahoratidan dalolat beradi. Jan Vermeer bu asarda ranglarni cheklagan, ammo chuqur ranglar palitrasidan foydalangan. Ko'k, sariq, oq va teri ranglari. Kartinadagi yana muhim bir jihat, undagi qiz kim edi? Bu hali ham noma'lum, faqat taxminlar bor. Vermeerning qizi, uy xizmatchisi yoki shunchaki ideal xayoliy chizilgan qiz. Kartina asosida 2003-yilda rejissyor Peter Weber tomonidan badiiy film suratga olingan. Filmda Scarlett Johansson qiz rolini, Colin Firth esa rassom Vermeer rolini ijro etgan. Ushbu kino o'zbek tiliga zirak taqqan ma'suma nomi ostida dublyaj qilingan. Marvarid zirakli qiz nafaqat badiiy asar, balki zamonaviy ilm-fan, psixologiya, tarix va madaniyat chorrahasida turgan betakror fenomen. U bizni faqat bir nigoh emas, balki butun bir davr, uslub va inson ruhiyati bilan bog'laydi.